Sharqi Turkistondagi erkak qirg'inchilikning bosh jinoyatchisi Shi Jinping oldingi hafta kesak oltin davlatlardan 15 qatimliq boshliqlar uchrashiga qatnashgan bo'lib, qaytib kelgandan keyin 26 avgust tuyuqsiz Urumchiga borgan va Sharqi Turkistonda davomlashtirib kelayotgan terror siyosatlarini davomli kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan. Shi Jinping Sharqi Turkistondagi erkak qirg'inchilik siyosatining davomli kuchaytirilib ijro qilinadiganligiga ishorat qilib, atalmish Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, Junxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, muqimlikni kuchaytirish, terrorlik va bo'lgunchilikka qarshi turishni kuchaytirish, islom dinini xitoylashtirish, qonunsiz diniy faoliyatlarni tuzash qatorliq terror siyosatlarini davomli kuchaytirib ijro qilish kerakligi haqida jar solgan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi mundaq dedi. Ay Xitoy kommunistlarining diktator raisi Shi Jinping, sen 10 yildan beri islom dinini xitoylashtirib bo'lding. Chunki xalq Sharqi Turkistonda salom so'zini qo'llanmaydi. Hatto boshqalar salom desa va alaykum assalom deyolmaydi. İctimai muhimlikni davomli kuzatishni debsan. Ikki odam bir-biri bilan xotirjam salomlashamasa, qandaqsi ijtimoiylik bo'lsin? Demek şunu görülüşki bo'ladi-ki, jallatchi yo'qolmoqcha Sharqi Turkistondagi qirg'inchilik to'xtamaydi. Shundaqla dunyoga ep berayotgan baloyi ofatlar to'xtamaydi. Qarqash apandi yana mundaq dedi. Yaqinda Dunyo islom tashkilotlari Sharqi Turkistonni ziyorati bo'lib, zolimning foydasiga tashviqot ep berdi. Sizlarning ichinglarda haqni ko'raligidek bir erkak, bir musulmon yo'qmi? Pokiston Xitoyning sirtmoqida bo'g'ildi. Arab ellardagi iqtisodiy yaxshi davlatlarga nima bo'ldi? Ulardagi dinni o'qiganlarga nima bo'ldi? Shi qo'pib islomni xitoylashtirman desa, buningga zuvan chiqarmaydigan holga kelgan musulmonlar, beshinglarni silkib etinglar. Rizqning Alloh tarafidan ekanligiga iymon etgan ekansizlar, zuvaninglarni chiqaringlar. Taqdiringlarni bir jallatga bog'lab, nafsinglarni xor qilmanglar. Xitoyda iqtisodiy faoliyatlarni qo'llash uchun turli tadbirlar o'tirg'a qo'yilayotgan bo'lsa-mu, iqtisodshunoslar Xitoyning eshish mo'ljarini davomli tuvallatmoqda. Bloombergning doklatiga qaraganda, iqtisodshunoslar Xitoy iqtisodining 2023-yilga o'ttirchi eshish mo'ljarini oldingi 5.2% dan 5.1% ga tuvallatgan. Mo'ljardagi bu tuzitish asosliqi 3-fasllik mo'ljarning tuvallashidan bo'lgan. Amerika Davlat ishlar katibatligi Yaponiyaga 104 million dollarlik uzun musofirlik chorlag'uchi boshqariladigan bomba va munosabatli uskunalarni setishini tasdiqladi. Agar Amerika parlamenti 30 xizmat kuni ichida ministrlikning qaroriga qarshi chiqmasa, munosabatli hukumat organlari mulozimat mazmuni haqida Yaponiya bilan rasmiy suhbat o'tkazishni boshlaydi. Amerika muavin davlat mudofaa ministri Xitoy armiyasining kun sayin kuchayayotganligini, ammo Amerikaning harbiy texnika afzalligini saqlab qolganligini, kelgusi bir qancha yilda necha ming odamsiz aeroplan o'rinlashtirganligini aytdi. Amerika davlat mudofaa ministrligining muavin ministri Kathleen Hayes Washingtonda o'tkazilgan bir yig'inda Beijingning soniga ahamiyat beradiganligini, texnik ko'p paraxod, texnik ko'p boshqariladigan bomba, texnik ko'p harbiy xodim bo'lishiga ahamiyat beradiganligini ta'kidladi. Ammo u Amerikaning yangilik yaratish va texnikada afzallik saqlash majburiyatining texmi muhim ekanligini aytdi. Yaponiya Fukushimadagi radioaktivlik paskini suvni dengizga qo'yib berishga boshlashi bilan Xitoy fuqarolari o'xshamagan usullar bilan Yaponiya organlari va Yaponiya diplomatlarini parokanda qilishga boshladi. Yaponiya Beijingni bu pozitsiyani to'xtatishga chaqirdi. Bu chaqiriq Yaponiya bosh ministri Fumio Kishidadan keldi. Kishida Yaponiyaning diplomatik asarlari va maktablariga tashlarning aytilganligini, to'xtamay kelayotgan tahdid telefonlari sababidan Yaponiya organlarining telefonlarining faolash holiga tushib qolganligini aytdi. Yaponiyaning muavin tashqi ishlar ministri Masataka Okano o'zining Xitoy bosh elchisi Wu Jianhao'ni chaqirtib, Xitoy xalqidan temkin va mas'uliyatchan harakat qilishini talab qilganligini bildirdi.